Olamlar Robbisi Alloh taologa cheksiz hamd sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va uning ahli oilasiga salot salomlarimiz bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Meniyam qiroatim ko'rib, qaysi yo'nalishi bo'yicha ko'rib berasizmi Necha pora degandim. yodlagansiz? Pora yodlamaganman, amma Taborak ar-Rohman, Voqea shularni yodlaganman. Amma juzgacha Mayli. to'liq yodlamaganman. Mayli, biroz qiroat qilib bering. Ikki qator bo'lsa ham qiroatingiz avvalambor eshitaylik, unga ko'ra aytaman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qarangda, siz hozir minash deb nunni nni minashni no dedingiz, keyin shayto deyapsiz. To harfi qalin harf. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya'ni to rolar qalin o'qiladi-da. Xo'p bilan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Halaringiz chiqmabdi masalan. Ar-Rohim. Halaringiz eksik. Davom etavering-chi. Amma yatasaalun anin naba'il azimilladzi hum Bo'ldi. Anin naba'il azim z emas. G'unnalarni, idg'om, ixfolarni ham tashlab ketyapsiz-da. Qanaqa o'qiladi? Anin naba'il azim dedingiz. U yerda z emas, vod harfi, vo harfi bor. Qanday o'qiladi? Amma yatasaalun anin naba'il azim الذي هم فيه مختلفون. Mana shunday o'qiladi. Endi siz mana shunday qiroat qilishni xohlaysizmi? Maqsadingiz shumi? Shunday bo'ladigan inshaalloh. bo'lsa, sizga nasihati mana shu kursimizga yozilib o'qing. Hoziroq adminlarimizga yozsangiz, sizni mana shu kursimizga yozib qo'yishadi va sizni bu yerdagi hozirgi mana shu harflaringizdagi xatolarni to'g'rilab beramiz. Har bir harfingiz ustida ishlab beramiz. Inshaalloh sizda xatolar ketadi. Tajvid ahkomlari, g'unnalar, idg'om, ixfolarni hammasini mukammal o'rgatib beramiz. Kursimiz so'ngida sizda tasavvur qilyapsizmi? Tajvid ilmi nazariy qoidalari bilan mukammal o'rgangan holatda qiroatlaringiz tiniq, ravon, ya'ni Qur'onni tiniq va ravon o'qiy oladigan darajada ilm hosil bo'ladi inshaalloh sizda. Xo'p bo'lasiz. Bitta eshitib boqasizmi? Ozgina o'qib bera qolay vaqtinglarni olmay. O'qing. Qara surasini boshdan o'qiyman ozgina. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yaxshi, mashalloh, barakalloh fiki. Mahrajlarimda bu xatolik bormi? Ba'zi kamchiliklaringiz bor. Masalan, sukun harflarni sukun holatida ovoz oqimlarida ushlay olmayapsiz-da. Masalan, qanday o'qiladi? Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. Inshaalloh bizni darslarimizga ishtirok etsangiz, xuddi qiroatingizni mana shunday chiqarib beramiz. Mashalloh, yaxshi. Biroz sifatlarida kamchiliklarini inshaalloh darslar davomida har kuni kerak bo'lsa qizlarimiz, ya'ni shu bizda o'qiyotgan talabalarimiz har darsda bir qadam yuqoriga, ya'ni masalan mahrajlari yoki qiroatlari tiniqlashib,
yanada ravonlashib boryapti. Inshaalloh sizniki ham xuddi shunday davom etadi inshaalloh. Ustozim, men qiroatimni to'g'rilatmoqchi edim. Necha bor yodlagansiz? Qur'onni bir pora yodlagan edim. Hmm. Endi hozir takrorlab turaman, lekin yoddan aytib berolmayman hozir. Tajvidingiz qanaqa, maxrajlaringiz? Tajvid saboqlarini o'rganganman, lekin qiroat bilan o'qiy olmayman. Unday bo'lsa, sizga nasihatim, mana shu 3 oy, mana shu 0 dan qoriyalikgacha kursimizga yoziling. Inshaalloh qiroatlaringizni mukammal o'rgatib chiqarib beramiz. Tajvid ilmini amaliy va nazariy o'rgatamiz. Hozir ko'nglingiz chiqmayotgan qiroatlaringiz juda ham mukammal darajada chiqarib beramiz. Inshaalloh birinchi bosqichimizda mana shu bosqichni ya'ni o'qib chiqishingizni nasihat qilaman. Maslahat beraman sizga. Xo'p, hozir qiroat qilib beraymi? Mayli, o'qing chiqing. Xo'p. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب Qarang, mana shu yerda mana shu Masad surasining birinchi nimasida, oyatida oxirgi b harfida shadda borda. Keyin shiddatlaringiz juda ham kam, madlaringiz h ni h qilib o'qib qo'yapsiz, nabarot. Qanaqa o'qiladi? Tabbat yada abi lahabin va tabb. Mana shunday o'qiladi-da. Ma aghna anhu maluhu va ma kasaba. Mana shunday mukammal qiroatingizni chiqarib beramiz inshaalloh. Mana shu kursimizda o'qisangiz sizni. O'qilish ismi, harflaringizdagi xatolaringizni to'g'rilab beramiz. Mazza qilib qiroatlaringizni chiqarib, keyin inshaalloh Qur'onni mukammal qiroat bilan o'qiysiz, yodlaysiz mazza qilib. Mana shu birinchi bosqichni o'qishinglarni rosa ham qattiq qalbdan, ya'ni dildan nasihat qilaman sizlarga. Ya'ni juda ham mukammal berilgan, sodda va juda ham qiziqarli va juda ham katta ilmga ega bo'lib chiqasizlar inshaalloh. Inshaalloh. Birinchi bosqichdan boshlaymanmi? Hoziroq adminlarimizga yozsangiz, siz mana shu kursimizga yozib qo'yishadi va tez kunda darslarimiz boshlanadi inshaalloh. Inshaalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Arzimaydi, salomat bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi, rahmat, alhamdulillah. O'zingizlar yaxshimisizlar? Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin ustozim. Jumlamizdan, sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Juda ham manfaatli darslar bo'ldi. Juda ham yaxshi ilmlar oldik o'zimizga. Alhamdulillah. Alloh manfaatli qilsin hammamizga ham. Men ham bitta qiroatimni ko'rib berasizmi? Necha bor yodlagansiz? Yodlamaganman. Men faqat nima deydi, ayrim suralarni yodlaganman-ku, unaqangi yodlamaganman to'liq. Menimcha pora yodlaganman deya olmayman-da. Eshitib ko'raylik, mayli, o'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba. Ismingiz kim? Zilola xonim. Zilola. Qarang. Halaringiz chiqmaganda basmala Rohmanir Rohim deb turib haga yetib bormadi-da. Ro emas, ro o'qiladi. Davom ettiring. Alif lam mim. Zalikal kitabu la rayba. Endi bu yerda madlarni bu yerda huruful muqatta'a deyiladi. Qur'onda 29 ta sura mana shunday huruful muqatta'a bilan boshlangan. Siz huruful muqatta'ni noto'g'ri o'qidingiz. Huruful muqatta'a deganda nimani tushunamiz? Qur'onda 29 ta sura mana shunday kesik harflar deyiladi. Mana shunday huruful muqatta'a bilan boshlangan. Bularni biz ma'nosini tushunamizmi, ma'nosini bilamizmi? Yo'q. Alloh taolo bizga izn berganini bilamiz. Mana shu huruful muqatta'ni
sir, ya'ni bizdan saqlagan. Buni ma'nosini bildingiz. Ba'zi ulamo allomalarimiz sharhlashgan. Alif lam Alloh, mim Muhammad alayhissalom deyishgan. Bu juda ham zaif bo'lgani uchun buni olmaymiz. Biz huruful muqottalarda nima qilamiz? Uni to'g'ri o'qishlikni o'rganamiz bo'ldi. To'g'ri o'qiymiz, rioya qilib o'qiymiz xolos. Mana shu huruful muqottada xato qildingiz. Keyin zalikal alif madlar da kamchilik bor. Yani mana shunday. Zalikal kitabu la royba fih hudan lil muttaqin. Mana shunday o'qishligimiz shart. Buni darslarimizda ham aytib o'tdik. Har bir Qur'on o'quvchi mo'min inson tajvid ilmini o'rganib, unga tatbiq qilib o'qishlik farzi ayn. Mana shu farzi aynni bajarasiz siz inshaalloh. Sizga nasihatim hoziroq adminlarimizga yozing. Siz mana shu Qur'onni mukammallashtirish 3 oylik kursimizga yozishadi va inshaalloh siz ham mana shu mendek Qur'onni mukammal qiroat bilan o'qiy olasiz. Ana undan keyin inshaalloh. Qadr surasidan o'qib bermoqchiman. Tamam, o'qing. A'udhu billahi minash Qani mana shu yerda shaytonir billahi rojim. deyapsiz-da. Billahi emas. U yerda Allohning ismi, ya'ni Alloh ismida qizlar juda ham ko'p bismillahi deb talaffuz qilishyapti. Juda ham ko'p qizlar, ayollar bismillahi emas, alhamdulillahi emas yoki a'udhu billahi emas. Alloh ismidagi ha eng yumshoq ha harfi. Bizning o'zbek tilimizda ikki xil ha bor, ha bor, x bor. Arab tilida esa 3 ta. Ha o'rta halqumni biroz kuchli bilan talaffuz qilinadi. Ha, ha va xo harflari. Mana shu 3 ta ha. Bu ya'ni siz talaffuz qilayotgan, sizlar aytayotgan bismillahi, bismillahi. Bu ya'ni hi harflari arab tilida yo'q. Nafaqat arab tilida, balki o'zbek tilimizda ham bu hi harfi yo'qda qizlar. O'zbek tilidagi ha bilan x harfi bor. Ya'ni ob-havodagi ha bor. Mana shu Alloh ismidagi ha, mana shu bizning o'zbek tilidagi yumshoq ha bilan ayni bir xil talaffuz qilinadi. A'udhu billahi, bismillahi, alhamdulillahi. Mana shu ha. O'qing. Davom eting, yana biroz eshitaylik. Tag'in to'xtatganimga xafa bo'lmang. Men nimangizni xatoingizni siz aytib beraman-da. Hayyo, mayli, rahmat ustoz. O'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin mana ar-rohmanir-rohimdagi hayz umuman chiqmagan. Roh deb turib, ya'ni bo'shliq bor. Mana shu sizdagi mana shu haylaringizni chiqarib beramiz. Birinchi qadamdayoq, birinchi oydayoq mana shu 29 ta harfingizni o'qilishi, ismi, jismi, mahraji, sifati hammasini mukammal chiqarib beramiz inshaalloh. Ko'ryapsizmi? Haylaringiz ham chiqmagan. Mayli, yana ozgina o'qingchi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Endi qarang, birinchi oyatda inna anzalnahu ikkita kalimada umuman ayn yo'q. Siz inna anzalnahu a deyapsiz-da, a hamzalar. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mana shunday o'qiladi. Ya'ni inna alarni a deb ayn o'qidingiz. Xatolar qiroat qilayotganimizda qizlar, xatolar ikki qismga bo'linadi. Jali, birinchisi jali qo'pol bo'lgan hukmi, og'ir hukmi harom bo'lgan xatolardan biri. Bu qachon qanday sodir bo'ladi? Jali, ya'ni qo'pol xatolarni sodir bo'lishligi harflar, arab harflarida yokida harakatlarda sodir bo'ladi. Masalan, Fotiha surasi bu Qur'ondagi eng ulug' suralardan biri. Hattoki 30 pora suralari bilan hammasi birgalikda bitta Fotiha surasiga tengdir. Mana shu darajada ya'ni ulug' sura hisoblanadi. Va biz mana shu Fotiha surasini har kuni kamida 32 marta farz namozda, ya'ni namozlarimizda 32 marta o'qiymiz kamida. Endi mana shu surani tilovat qilayotgan opa-singillarimiz namoz o'qiyotganda
tajvid ilmini umuman o'rganmagan opa-singillarimiz, ayni chiqmagan opa-singillarimiz qanday tilovat qilishyapti? Masalan, birinchi Fotiha surasida Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ma'nosi mehribon va rahimli Alloh nomiyle boshlayman. Olamlar Robbisi Allohga hamd sanolar bo'lsin deymiz. Har kuni Alloh taologa yuzlanib namozlarimizda mana shu surani o'qiymiz, mana shu oyatni. Bu oyatni ma'nosi olamlar Robbisi Allohga hamd sanolar bo'lsin deymiz. Qachonki mana shu ma'no chiqadi, Robbil alamin, ayn harfini alamin desak, Robbil alamin, ya'ni olamlar Robbisi degan ma'no chiqadi. Endi tajvid ilmini o'rganmagan kim bo'lsa ham, insonlar tajvid ilmini o'qimasdan turib bu surani o'qiganda aynini hamza qilib a qilib o'qib qo'ysa ma'nosi o'zgaradi. Ya'ni ayn o'rniga Robbil alamin desa ma'nosi o'zgarib ketadi. Alam degani og'riq degani. Agar ayn bilan o'qisa Robbil alamin, olamlar Robbisi, Robbil alamin bo'lsa alam og'riqlar Robbisi deb bo'lib qoladi-da. Ko'ryapsizmi? Juda ham bu qo'pol xato. Ya'ni ma'noni qarang. Birinchisi Robbil alamin, olamlar Robbisi Allohga hamd sanolar bo'lsin. Ayn bilan o'qiganda Robbil alamin, og'riqlar Robbisi Allohga hamd sanolar bo'lsin bo'lyapti. Ya'ni bu juda ham qo'pol xato. Alloh taologa juda ham yomon nisbat berib qo'ygan bo'ladi. Tasavvur qiling, har kuni 32 marta mana shu surani mana shunday xato o'qiyversangiz nima bo'ladi? Mana shu sababdan ham payg'ambarimiz alayhissalom har bir Qur'on o'quvchi muslim va muslimaga, mu'min va mu'minaga tajvid ilmini o'rganib, unga tatbiq qilib o'qishlik farz ayn degan. Ya'ni tatbiq degani unga rioya qilib. Tajvid ilmini o'rganasiz, arab harflari mana shunday o'qilar ekan, buni mahraji bu ekan, va hokazo. Tajvid ilmini amaliy va nazariy o'rganasiz, o'zingizdagi xatolarni hammasini to'g'rilaysiz. Ahkomlarini o'rganasiz, ana shu to'g'rilagan, ya'ni shu sizda hosil bo'lgan tajvid ilmiga tatbiq qilib, ya'ni amal qilib, rioya qilib o'qiysiz. Mana shu farz ayn hammamizga. Mana nima uchun farz ayn bo'lgan, farz ayn deyapti payg'ambarimiz, Qur'onni tajvid bilan o'qishligini. Chunki bu Qur'on oddiy kitob emas, ya'ni Qur'onni biz hech qachon oddiy kitoblar kabi o'qiy olmaymiz. Yoki bo'lmasam tirillatib o'qiy olmaymiz, yoki birovlar bilan gaplashgandek o'qiy olmaymiz, bo'g'in qilib o'qiy olmaymiz. Qur'on bu oliy, juda ham ulug' kitob, bu ilohiy kitob, bu mo'jiza kitob, bizni yo'qdan bor qilib yaratgan Robbimizni kitobi. Buni juda ham ehtiyotkorlik bilan, buni tajvid ilmini mukammal o'rganib, bunga tatbiq qilib, juda ham qo'rqib, juda ham rioya qilib o'qishligimiz farzu ayn ekan. Ana shuning uchun sizlarga nasihatim, hoziroq adminlarimizga murojaat qilsanglar, fursat bor. Sizlarni hammanglarni mana shu Qur'onni mukammallashtirish kursimizga, mana shu birinchi bosqichimizga yozib qo'yishadi va inshaalloh mana shu yerda sizlardagi harfiylardagi, o'qishinglardagi, qiroatinglardagi barcha xatolarni to'g'rilab beramiz. Tasavvur qilinglar, kursimiz so'ngida tajvid ilmini mukammal nazariy va amalli o'rganib chiqasiz. Ana undan keyin Qur'onni eng go'zal qiroatlar bilan o'qiy olasiz. Inshaalloh. Hammanglarga nasihatim, mahrajiylarni to'g'rilab olishga g'ayrat qilinglar. Mana hozirda fursat bor ekan, mana shu juda ham ajoyib fursatlardan foydalanib olinglar. Qizlar, yana kimda savollar bo'lsa, kurslarimizga oid. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaxshimisiz? Juda ham manfaatli dars o'tyapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Alhamdulillah. Alloh taolo hammamizga manfaatli qilsin, foydali bo'lsin inshaalloh. Men ham juda ham xursandman foydali bo'lganidan. Ustoz, men xatm qiluvdim. Xatmimdan-chi, o'zim qiroatlarimdan-chi ichim chiqmaydi-da. Xo'p. Shunga men hozir xatm qilib turib birinchi kursingizga yozilamanmi yokida hifz guruhiga o'tsam ham bo'ladimi?
sizdagi hozir men aytib o'tdim-ku, to'g'ridan-to'g'ri hifz guruhlarimizga qabullarimiz ochiq, lekin hifz guruhlarimizni shartlariga siz o'sha shartlar sizda topiladimi? 2 bora yodlaganmisiz? Qiroatlaringiz, tajvidlaringiz Bir qanaqa? pora yodlaganman. O'qib bersam bo'ladimi sizga? Mayli, ozgina o'qib beringchi. Xo'p. Eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hayiz masalan ha harfingiz chiqmabdi. Bismillahi deyapsiz, shi emas. Hozir tushuntirganim. Bismillahi. Ha, o'zimiz o'zbek tilidagi ob havodagi ha boru. Mana shu ha. Eng oson. Mahraj siqilmaydi. Bismillahi. Bismillahi Mm. rohmanirrohim. Hayizdan umuman chiqmabdi. Ya'ni o'rta halqumni bizni, ya'ni arab tiliga xos bo'lgan ha boru, ana shu harfni chiqarishingiz shart. Ha o'rniga ha o'qib qo'ysangiz, yana ma'nosi o'zgaradi. Ar-Rohmanir-Rohim. Hayiz chiqishi kerak ya'ni. Davom etingchi yana biroz. Alhamdulillahi robbil alamin. Endi mana shu yerda yana jali qo'pol xato qildingiz. Alhamdu deyapsiz. Birinchidan alhamdu hayiz, ya'ni kamchilik bitta. Alhamdulillahir robbil dedingiz. U yerda shiddat yo'q. Alhamdulillahi robbil alamin. Ya'ni Fotiha surasida shuncha xato. Alhamdulillahi robbil alamin. Davom eting. Biroz yana o'qingchi. Ar-Rahmanir-Rahim. Halaringiz yana yo'q. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve Mana endi mana shu yerda ayn harfingiz ham yo'q. Na'budu va iyyaka na'budu deyapsiz. Iyyaka na'budu. Ya'ni arab harflaringizda juda ham qo'pol xatolaringiz bor. Ya'ni arab harflari da ya'ni xatolaringiz bor. Qanaqa? Kecha ham darsda o'tgan kungi darsimizda ham 29 ta harfdan 28 ta harfdan faqat 8 tasigina bizga begona deydi. Mana shu 8 tani to'g'rilab chiqarib olishingiz shart. Mana shu 8 tadan hozir ya'ni 2 tasi yo'q. Qolganini ham bilolmaymiz. Almuhim sizga ham nasihatim, hoziroq adminlarimizga yozing va hoziroq hammanglarga nasihatim, zudlik bilan birinchi bosqichni o'qib, harflarni to'g'rilab olinglar. Har kuni Alloh taologa yuzlanganda xatolar bilan o'qiyvermanglar. Mana shunday davom etmanglarda. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu kursimizda harflarni, qiroatinglarni mukammal darajada to'g'rilab olishinglarni nasihat qilaman. Xo'p bo'ladi, rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Barakallohu fiki. Alloh muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, alhamdulillah. O'zinglar ham yaxshimisizlar? Rahmat. Men yoshim 58da-da, anaqa arab harflarini taniyman, lekin qo'shib o'qishni bilmayman. Mana shu kursga kirsam, qo'shib o'qib keta olamanmi yo uning uchun alohida harflar kursiga kirishim kerakmi? Harflarni bilaman, lekin qo'shib o'qib keta olmayapman. Ustoz 3-4 martadan ustozlarda o'qidim, lekin o'qib keta olmayapman. Harflarni yodlab tashladim, qoidalarni yodlab tashladim, lekin nima men qiroatim chiqmayapti degan minglab opa-singillarimizga, minglab talabalarimizga mana shu muammolarni yechishlik uchun biz mana shu programmani, mana shu kursni tashkil qildik. Mana shu kursimizda inshaalloh mana shu muammolarni birgalikda nima qilamiz? Mana shu muammolaringlar, ya'ni nima deydi? Mana shu og'riqlar, mana shu dardlar ketadi inshaalloh. Bu qanday bo'ladi? Bu kursimiz 3 oy davom etadi. Muallimisoni kitobidan darslarimiz olib boriladi. 30 ta o'zim tomonimdan jonli video darsliklar tayyorlangan. Juda ham mukammal, ya'ni darajada darslar tayyor.
Al-muhim bu nimamiz, kursimiz 3 qismga, ya'ni 3 mustawaga bo'linadi. Kitobimiz 3 qismga bo'linadi. Birinchi qismini o'zidayoq opajon siz aytyapsiz-ku, shuni o'qib keta olamanmi deb. Ana shu nimangizga, savolingizga birinchi oyimizdayoq siz javobingizni topasiz va ana shu siz o'qib keta olasiz. Birinchi mustavamiz, ya'ni birinchi oyimizning o'zidayoq arab harfingizni, arab harflaringizni mukammal o'qishi, yozilishi, ismi, jismi, zamoni, miqdori, mahrajlari bilan mukammal o'rgatamiz. Sizdagi harflaringizda xatolaringizni to'g'rilab beramiz. Harakatli holatlarini o'qishni o'rgatamiz va sukunli holatlarini o'rgatamiz. Birinchi oydayoq arab kalimalarini tiniq va ravon, ana shu siz xohlagandek qo'shib, tiniq va ravon o'qiy olasiz. Ikkinchi qismida esa, kitobimizning ikkinchi qismida tajvid ahkomlaridan madlar, sukunli nun va tanvindagi g'unna, idg'om, ixfo, mana shu qoidalarini, tajvid ahkomlarini mukammal o'rgatamiz va yana ham murakkab kalimalarni, o'sha oyatlarni o'qishga boshlaysiz. Ikkinchi oyda, uchinchi oyda tajvid ahkomlarini mukammal o'rganib, amaliy va nazariy o'rgatamiz va kursimiz so'ngida arab kalimalarini va Qur'onni tiniq va ravon o'qiy olasiz. Inshaalloh. Inshaalloh. Sizga ham Rahmat. opajon, sizga ham nasihatim, mana shu birinchi bosqichimizni o'qib chiqsangiz, keyin inshaalloh mazza qilib keyingi bosqichlarimizda, hifz bosqichlarimizda davom etaverasiz inshaalloh. Rahmat. Salomat Sog' bo'ling. bo'ling. Barakat qilaman. Xo'p. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustozam yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. O'zingizlar yaxshimisizlar? Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون Mana shu yerda amma yatasaalun. Mimlarni yaxshilab ishlash kerak-da. عن النبع العظيم Mana shu yerda azim vo harf anin naba'il azim. Davom eting. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون Mashalloh, yaxshi, barakalloh fiki. Necha bor yodlagan bu qizingiz? Yo'q, yodlamagan, xatm qilib o'qib chiqqanlar. Mashalloh. Yaxshi, 10 yoshmi yoshlari? Ha, 10 yosh. Yaxshi, nima qilsak bo'ladi? Birinchi, ikkinchi bosqich, ya'ni nimamizga olsak bo'ladi. Yoshlari ham kichkina ekan-u. Mahrajlari ham yaxshi. Biroz kamchiliklarni darsimiz davomida men hozir to'g'rilab berdim-ku. Masalan, iqlob idg'omda biroz ushlash kerak. Madlarda yoki ba'zi harflarni, sifatlarini mukammal berish kerak bo'lgan joylarida o'zimiz yana ham to'g'rilab, yana ham qiroatlarni kuchaytirib, mahrajlarni mukammallashtirib olamiz. Inshaalloh. Va mana shu ikkinchi bosqich juz ammadan hifzni boshlatsak bo'ladi bu qizga. Hoziroq adminlarimizga yozing bu qizimizni. Ana shu ikkinchi bosqich hifz guruhiga qabul qildi Hafsa ustoz deb yozsangiz, mana shu nimaga qabul qilib qo'yishadi inshaalloh. Barakalloh. Rahmat ustozam. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Inshaalloh tez oylarda, tez kunlarda bu qizingiz qoriya bo'lishsin. Mana kecha kunduz bir qizimiz hofiza bo'lishdi. Vebinarimiz birinchi kunida oxirgi sahifalarni qiroat qilib berishdi. Minglab opa-singillarimiz bu go'zal qiroatdan nima olishdi, nima deydi? Tinglashdi. Alloh rozi bo'lsin. Sizni ham qizingizga tez kunlarda bizni mana shu Iqroni qoriya yulduzlaridan bo'lishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Mashalloh. Inshaalloh. O'zim qizingiz Anisa ustozda muallim sonining birinchi bosqichini o'qitdim. Mashalloh. 1 oyligini tugatdim alhamdulillah. Endi ikkinchi
boshlaymiz. Rosa kutdi Anisa ustozi ham o'qiyman deb anaqa qiluvdim. May oxirida ochamiz deydilar. Sizni Alloh o'zi yetkazib qo'ydi. Qizim onalari ham olib borayotgan ekanlar. Kirasanmi desam, 2 kundan beri kutadi. Qachon Mashalloh, bo'larkin barakalloh. deb. Aha, Alloh Alloh rozi rozi bo'lsin. bo'lsin. Mashalloh. Rahmat. Inshaalloh Iqro akademiyamizni qori yulduzlaridan bo'lsinlar inshaalloh. Inshaalloh. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum Tozam yaxshimi? assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi, rahmat, alhamdulillah. O'zinglar ham yaxshimisizlar? Alhamdulillah yaxshi, rahmat. Qiroatimni tekshirib berasizmi demoqchi edim. Mayli, necha bor yodlagansiz? Aralash qilib yodlanganman-da, hali pora yodlanmagan. Mayli, o'qingchi. A'udhu billahi minash shaytonir Bu yerda rojim. qarang, isti'azani boshida auzu billahi deb deyapsiz, ayn qolib ketyapti. Keyin ayndan keyin vav borda, ikki harakat tabiiy, ovozni ikki harakat uzatish kerak. A'udhu. Ya'ni ikkita harfni siz shu yerda o'zidayoq ikkita harfni yo'q qilib ketyapsiz-da. Mana shunday o'qiladi. Ya'ni a'udhu. O'qing. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya'ni Bismillah. sizni ayningiz chiqmagan ekan. To'g'ri deyapsiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya'ni ro'laringiz ham kamchiligi bor ekan. Yana biroz o'qingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bu yerda bismillah deb sinni urib ketdingiz, ya'ni sin sokin bo'lganda bismillahi. Ana shu hada hi deb ketyapsiz. Hi emas, ya'ni u harf siqilmaydi-da. Bismillahi. Hi ochiq qolish kerak mahraj. Xuddi o'zbek harf, o'zbek alifbomizdagi ob havodagi yumshoq ha bor, ana shu kabi talaffuz qilinadi. Alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillah eshitdim sizdan. Alhamdulillahi o'qiladi. Alhamdu eshitdim, to'g'rimi? Ha, alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Endi hayzam umuman chiqmagan ekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sizni ko'p qiynashni xohlamayman. Arab harflaringizda juda ham xatolar ko'p. Ularni har birini joyidan chiqarib, mukammal mahrajlarini to'g'rilab, ya'ni o'qishingiz shart bo'ladi. Sizga ham nasihatim, hoziroq adminlarimizga yozing. Tezlik bilan mana shu kursimizni birinchi bosqichini o'qing. Ertaga inshaalloh rosa ham xursand bo'lasiz. Hoziroq, ya'ni namoz o'qiydigan, ya'ni umuman payg'ambarimiz alayhissalom aytganlari kabi har bir Qur'on o'quvchi mo'min inson Qur'on o'qishdan oldin tajvid ilmini o'rganib, unga tatbiq qilib o'qishi farzi ayn degan buyruqlariga rioya qilgan holatda hoziroq sizga nasihatim, zudlik bilan nimangizni, ya'ni qiroatlaringizni, harflaringizni to'g'rilab olishingiz juda ham haqiqatdan shart. Ya'ni ba'zan aytamiz-ku, suvdan, havodan zarur bo'lgan holatlar bo'lib qoladi-yu. Suvdek zarur, havodek zarur insonga deydi-ku. Mana shu tajvid ilmini o'rganish nafaqat sizga, mana shu yerda bizni tinglayotgan barcha Qur'on va tajvid muxlislari, Qur'onni sevuvchi, Qur'on shinavandalari, Alloh taolo qalblaringlarga Qur'onni muhabbatini, hidoyatini solgan barcha insonlarga, hammanglarga nasihatim, zudlik bilan o'zingizlarda xatolarni, ya'ni mahrajlarni zudlik bilan to'g'rilab, ana undan keyin Qur'on o'qishlikni davom etishinglarni nasihat qilaman. Ya'ni bu bitta ya'ni juda ham muhim nasihat. Bu meni gapim emas, balki payg'ambarimiz alayhissalomning buyruqlari, hadislarini aytib beryapman.
mana shunga judayam qattiq rioya qilishinglarni, intiboh qilishinglarni va bu ilmni olishga g'ayrat qilishinglarni nasihat qilaman. Ba'zi qizlar qiroatlarini tashlashdi, afsuski o'ta xato o'qishgan. Judayam nima o'qiyapti bu Qur'onni shu darajada xato o'qishganki, men ularga aytdim, ya'ni qo'rqmasdan ayta olaman, hoziroq to'xtating. Bunday Qur'onni bu darajada xato qilib o'qishlik mumkin emas. Yig'lagim kelib ketdi-da. Mana shu sizga ham, ya'ni sizlarga ham mana shu harfiylar, tajvid ilmini mukammal o'rganmagan barcha opa-singillarimga nasihatim, zudlik bilan mana shu kurslarimizga yozilinglar, o'zinglardagi xatolarni to'g'rilab olinglar. Qisqa va oz muddatda arab tilini va Qur'onni mukammal o'rganish, mana shu yo'nalishlar bilan o'rganish mana shu kursimizga yozilib, o'zinglardagi xatolarni to'g'rilab olinglar deb nasihat qilaman hammanglarga. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Assalomu alaykum. Anaqa darslar qachondan boshlanadi agar yozilsa? Aha. Tez kunda Yaxshimisiz? boshlanyapti. 2 kunda ham boshlanishi mumkin, 3 kunda ham boshlanishi mumkin, 4 kunda ham boshlanishi mumkin. Haqiqatdan bu yoqdan yozilyapti, uje guruh to'lyapti, darslarni boshlatib yuboryapmiz. Unaqa uzoq muddat kutmaysizlar. Inshaalloh juda ham 2-3 kun, 4 kun uzog'i bilan. Inshaalloh sizdaqa o'qish nasib etsin. Judayam Inshaalloh. Aha, xuddi shunday bo'ladi inshaalloh. Mana shu birinchi bosqichni o'qib chiqishlarni maslahat beraman. Juda ham qiziqarli, mazza qilib tasavvur qilinglar. Masalan, kimnidir ayni chiqmaydi. Kimdir alhamdulillahi robbil alamin deb o'qiydi, lamlarini sakratib. Bugun ham bir talabamizga dars davomida nasihat qildim-da. Al deya olmayapti-da, ali qilyapti. Siz mana shu birinchi bosqichni o'qib chiqishingiz kerak. Tasavvur qiling, al masalan al, am, an, a, ar, as, ash, as, mana shu darsliklar bor. Siz bu masalan al, am, an mana shularni 40 tadan 50 tadan sanoq qilasiz. Uzru kulgilirog'i soqov bo'lsa tili chiqib ketadi. Sizni shunaqangi mahrajlaringiz to'g'rilanadi, shunaqa programmalar, shunaqa dars jarayonlari, dars tayyorlash jarayonlari, sanoqlari nechta qiladi. Hattoki qanday qilib dars tayyorlaysiz, uyga vazifalarni qanday tayyorlashingizgacha hammasigacha programmalarni, ya'ni yo'nalishlarni, manhaj jadvallarni tuzib qo'yganmizda. Mazza qilib inshaalloh oson, qiynalmasdan bu ilmni mukammal o'rgana olasizlar inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Men ham ozgina Qur'on o'qidim, shunga bir qiroatimni tekshirib berasizmi dedim. Nech bor yodlagansiz? Hali yodlashga tushmaganman. Inshaalloh. Qani mayli, eshitaylikchi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Ro harfi r emasda ro. Mana shuni ham o'rgatamiz. Ro deb o'qishingiz kerak. R emas. Ar-rojim. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Xuddi sizda ham h harfingiz chiqmabdi. Ar-roh. H harfingiz yo'q, ya'ni h ni chiqarish kerak. Yana biroz o'qingchi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ayni xato sizda ham alhamdulillah, alhamdu dedingiz, alhamdu. Lillahi dedingiz, lillahi.
boya yuqorida aytib o'tdim-a, hi harfi yo'q arab tilida. Hi, ha, nafaqat arab tilida, o'zbek tilida ham bo'lmagan harfda bu. O'zbek tilida hi harfi bormi? Yo'q. Arab tilida avloroq yo'q bo'lishligi. Ya'ni arab tilida yo'q hi harfi. Alhamdulillahi. Hi. Mana shuni talaffuz qilishingiz kerak. Alhamdulillahi robbil alamin. Keyin ra emas, ro. Robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mana Ar-Rahman shalaringiz yana chiqmayapti. Sizga ham nasihati, mana shu birinchi bosqichni o'qisangiz, siz o'qib chiqsangiz, mana shu birinchi bosqichda mana shu kursimizda sizni arab harfingizdagi xatolaringizni to'g'rilab beramiz. Tajvid ilmini amaliy va nazariy o'rgatamiz. Kursimiz so'ngida arab tilini va Qur'onni tiniq va ravon o'qiy olasiz va ikkinchi bosqich hifz guruhlariga inshaalloh bemalol qabul bo'lasiz inshaalloh. Barakalloh fik. Hoziroq adminlarimizga yozsangiz, siz mana shu kurslarimizga yozib qo'yishadi. Tez kunda boshlanadi inshaalloh darslarimiz. 2 kundan beri ma'ruzalaringizni tinglayapman. O'zimga kerakli xulosalarni olyapman. Alloh rozi Fikrlarni man Zomindan sizni tinglayapman, Jizzax viloyati Zomin tumanidan. Tajvid qoidalarini tugatdim. Hozirda o'zimizda Qur'on kursiga qatnayapman. Men endi Qur'on kursini boshlaganimizga 1 oy bo'ldi. Hozirda Qur'on o'tayotgan ustozimiz 24 kunlik haj katta hajga ketganlarligi uchun darsimiz to'xtab turibdi. Hozirda kelganlaridan keyin davom etadi. Lekin ketishlaridan oldin bizga shu ilmi talabalariga 10 ta vazifa berib ketganlar. Ya'ni hozir biz tahlil bilan o'rganyapmiz-da. Mana har bitta surani tahlil qilish. Daftarga yozamiz-da, tahlil qilamiz. Bir qiroatimni eshitib ko'rasizmi? Mayli. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. To'xtang, opajon. A'udzu emas, a'udzu billahi minash shaytonir. Shayton nur dedingiz. Ayni chiqmagan za dedingiz, zani ash-shaytonirni ash-shayton nur dedingiz. Bular juda ham qo'pol xatolar. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Mana shunday o'qiladi-da, o'qing. A'udzu billahi ana shu yerda a'udzu desangiz, u ayn bilan vovni tashlab ketyapsiz. Ya'ni ikkita harf qolib ketyapti-da. A'udzu. A'udzu, A'udzu. Shundaymi? Zu masa zu. Tilingiz uchini old tepa tishingiz uchiga bostirib a'udzu deb o'qishingiz kerak-da. O'qiyveringchi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Keyin billahi dedingiz. Boya aytdim-ku, billahi. Hi harfi yo'q. Arab tilida hi harfi yo'q. Hi talaffuz yo'q. A'udzu billahi. Hi. Keyin nir deyapsiz. Ro, tolar qalin harf. Ash-shaytonir rojim. Shaytonir rojim. Davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi h harflaringiz umuman chiqmabdi. Rohmanir rohim deyapsiz. Roh bor, mana shu halqumni o'rtasidagi h harfi arab tiliga xos bo'lgan. H harfi bu harfni talaffuz qilishlik uchun halqumimiz o'rtasini biroz siqishlik bilan talaffuz qilinadi.
Aha. Rahman, shundaymi? Bilasizmi, Rahman. ra deyapsiz, ra emas, ro o'qiladi. Ro harfi fatha va domma bilan kelganda qalin o'qiladi. Ar-roh. Mhm. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya'ni h harfingiz ham umuman sıfır, ya'ni chiqmabdi-da, buni chiqarish kerak. Shu ustozingizga aytsangiz, ya'ni hlarni chiqarish kerak-da. Mhm. Mhm. H. Yo'q, h Rojim. emas, h. O'rta halqum siqiladi. Siz o'rta halqumga, ya'ni o'rtaga umuman kelolmayapsiz-da hali. Ya'ni h harfingiz chiqmabdi-da. Mhm. Yana o'qingchi ozgina. Aha. Li'ilafi Quraysh. Endi Quraysh emas, roda fatha bor. Li ilafi Quraysh. Quraysh. Xato, roni cho'zmaysiz, uzatmaysiz. Aha. Quraysh. Li'ilafi Quraysh. Hmm. Ilafihim Ana rih. endi yana jali xato. Ilafihim ye harfini tashlab ketdingiz. Ilafihim. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Endi rihlata emas, rihlata ha bo'lishi kerak bu yerda. Ha harfi o'qiladi. Ilafihim rihlatash shita'i was-soyf. Va emas. V harfi o'zbek tilida v. Mana shu v harfini o'zbek tilidagi v ni old tepa tishimizni ikkitasini uchi pastki labimizni ho'l ichki qismiga tegishli bilan talaffuz qilinadi, to'g'rimi? Va unday qildim, u yoqqa bordim, va bunday qildim, va deb ishlatamiz. Va. Bu o'zbek tilidagi v. Arab tilidagi va, v deb talaffuz qilinmaydi. Va soyf emas, va soyf. Va, ya'ni mana shunday talaffuz qilinadi. Judayam jali xatolaringiz, ya'ni qo'pol xatolaringiz, oyatlarni ma'nolarini o'zgartirib yuboradigan xatolaringiz juda ham ko'p ekan. Zudlik bilan bu xatolarni to'g'rilab o'qimasangiz bo'lmaydi. Qur'onni juda ham ya'ni buzib yuboradigan xatolar bilan o'qib qo'yyapsiz. Sizga nasihatim mana shu, tezlik bilan arab harflarini, mahrajlarini to'g'rilab, tajvid bilan o'qishlikka g'ayrat qiling. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum Rahmat. rahmatullohi barakatuh. Arzimaydi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kamolajon, yaxshimisiz? Rahmat, Bir yildan alhamdulillah. beri sizni YouTube'dan tekshirib kelaman, nima quloq solib, ayn harflaringizni takrorlab. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mashaalloh, barakalloh fiki. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Alloh Man taolo 62 yoshga. million insonlarni ichidan o'zi sevgan bandalarini tanlab olib, o'zi ularni qalblariga Qur'onni solib qo'yadi. Faqatgina ana shu insonlar Qur'on ahlidan bo'ladi va mana shu yerda, mana shu hozir, mana shu darsimizda qatnashayotganlar o'zidan kirib qolmagan. Faqatgina Alloh o'zi million insonlarni ichidan o'zi sevgan bandalarni tanlab olib kelib qo'ygan mana shu yerga. Mana shuni unutmanglar qizlar. Alloh rozi bo'lsin opajon, sizdan barakalloh fiki. Eshitaman. Rahmat, mashalloh. Bitta man Qur'onni harflarini, qoidalarini o'rganganman. Bitta tekshirib ko'rsangiz qiroatimni devdim. Xo'p bo'ladi, opajon, o'qing, eshitaman. Ko'p nimalarni yodlaganman. Mashaalloh. Yasin nimalarni. Mayli, o'qib bering, Yasindan o'qib beringchi ozgina, bir ikkita oyat. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Opajon, yoshingiz nechida edi? Uzr, bo'ldim. 62 ga. 62 da. Ha, mashaalloh. Biz Madinada o'qigan vaqtimizda mana shu talabalarga dars berish yo'nalishlari, talabalar bilan muomalalar haqida shu malaka oshirish kurslarida o'qiganimda
savol berganmiz ustozlarimizga. Masalan, xo'p, tajvidni talabalardan to'g'irlaymiz, lekin orada talabalarni orasida yoshi katta, yoshi ulug' onaxonlar bo'lib qolsa, ular bunday masalan a, ha, so, bo mana shunday harflarni talaffuz qilishga qiynalishsachi, chunki payg'ambarimiz alayhissalom tajvid ilmini mukammal o'rganib, ana undan keyin tajvidga o'sha olgan ilmingizga tatbiq qilib Qur'onni o'qinglar deyishgan-ku. Bu yoshi katta onaxonlarimiz, yoshi ulug' onaxonlarimiz mana shu harflarni chiqarishga qiynalayotgan bo'lsa, biz ularni qanday qilib zo'rlaymiz? Masalan, aynni chiqarolmayapsiz. Yo'q, siz endi ayningiz chiqmayapti deb ularni zo'rlab, qiynalib qolishadi-yu. Ularga qanday qilib dars beramiz deganimizda ustozlar shunday javob berishgan. Yoshi ulug' onaxonlarimiz, ya'ni yoshi katta opaxonlarni anaqasiga qarab olasizlar. Ya'ni aynini yoki hani mukammal chiqarolmasa, bir ikki marta aytasizlar, juda ham chiqarishga kuchi yetmasa, qiynalib qolsa, ozor berib qo'ymaslik uchun ana shu darajada, ya'ni qilolganicha, chiqarolganicha davom etasizlar. La ba'as, ya'ni unga nima yo'q, gunoh yo'q. Lekin shunaqa talabalarimiz ichida mashaalloh shunaqa onaxonlarimiz bor. Mana sizga o'xshab qarang, siz ham harakat qilyapsiz-da. O'sha qiyin harflarni chiqarishga harakat qilsa, o'zida g'ayrat bo'lsa va ozorlanmasdan, juda ham qiynalmasdan chiqara olayotganlardan talab qilaveramiz. Haqiqatan yoshi ancha katta onaxonlarimiz agar ana shu harflarda juda ham qiynalishsa, o'rtaroq olib davom etaverasizlar deb bizga mana shunday nasihat qilishgan. Rahmat. Davom eting. Davom etavering. Men yana davom ettiraman suhbatimizni qolganini. Mhm. Yasin val Qur'anil hakim. Mana shu yerda valla Qur'anil deb turib lamlaringizni sakratib qo'yapsiz-da. Qalqala harflari mana qoidalarni o'rgandim Beshta. dedingiz-a? Ha, Ha, mashaalloh. beshta. Qaysilar aytib beringchi bo'lmasam? Qalqalarni. Qalqala harflari 5 ta ekan. Qaysi harflar? Lam. Lammi? Yo'q, Mm. adashtingiz. Qutbijadin. Ha, Qof, to, qutbijadin. bajin, dal. Aha. To'g'ri. Bu harflar har doim Qutbijadin. qalqala qilib o'qiladimi? Yo'q, Yo'q, bu lamni faqatgina ushlamoqchi bo'ldim-da. Faqatgina mana shu qutbijadin 5 ta harf sokin holatida qalqala qilib o'qiladi. Siz zalikali deb turib lamlarni qalqala qilib qo'ydingiz. Shuning uchun men aytdim, lamlar qalqala qilinmaydi. Siz lamlarni bostirib o'qishlikka qodirsiz, to'g'rimi? Zalikal yasin val qur'anil hakim. Mana shunday o'qib ko'ringchi. Lamlarni sakratmasdan. Yasin val Qur'anil hakim. Innaka laminal Mana shu yerda lamga shadda qo'ymaysiz. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Mashaalloh opajon, ajoyib nimangiz. Ya'ni ba'zi o'quvchilar bor, xatoni 2-3 marta takrorlaysiz, keyin oladi. Sizda zehningiz mashaalloh ekan. Bemalol mana shu kurslarimizda o'qib, yana ham o'zingizdagi biroz bo'lgan xatolarni yana ham to'g'rilab, yana ham qiroatlaringiz mukammal o'rganib o'qisangiz bo'ladi inshaalloh. Qanday shuni qo'shilishni bilmayman-da. Mana aha. Sizni hozir adminlarimizga yoza olmayapsizmi shunda? Hech ham kirolmayapman nimalarga. Mashaalloh. Adminlarimiz eshitib turishgan bo'lsa, hozir sizni nimangizni olib sizga murojaat qilishlarini aytamiz. Menga ham yoza olmaysizmi lichkamga darsdan keyin? Darsdan keyin yozaman. Tamam. Rahmat ukamjon, Alloh rozi Alloh rozi bo'lsin. bo'lsin. Ikki Opajon, dunyo saodatini bersin. amin, ajmain Shunday kalomi inshaalloh. sharifni shuncha qizlarga
shunday musulmon nimasiga o'rgatyapsiz. Ikki dunyo Alhamdulillah. saodatini bersin. Amin, Bolalarning ajmain huzurini inshaalloh. ko'ring. Duolaringiz, chiroyli duolaringiz uchun rahmat opajon. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo Rahmat. mana shu yerda hammamizni jamlabdi. Inshaalloh jannatlarda ham mana shunday biz hammamizni jamlasin inshaalloh. Alloh taolo Rahmat. ikki dunyomizga manfaatli qilsin. Alloh taolo rozi bo'ladigan, Alloh taoloni ahlidan bo'lishlikni barchamizga Alloh taolo nasib qilsin deb so'rab duolar qilib qolamiz. Bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Qizlar, mana shu 3 oylik, ya'ni Qur'onni mukammallashtirish, tajvid ilmini amaliy va nazariy o'rgatib, kursimiz so'ngida, ya'ni tajvid ahkomlarini qoidalarigacha mukammal o'rgatib, kursimiz so'ngida arab tilini va Qur'onni tiniq va ravon o'qiy olasiz. Qiroatlaringiz go'zal, mahrajlaringiz tiniq, ravon, ya'ni mahrajlaringizni mukammal chiqarib, Qur'onni tiniq va ravon o'qiy oladigan darajada chiqasizlar inshaalloh. Mana shu kursimiz ya'ni mana shundan iborat va ikki pora yodlagan va mana shu tajvid ahkomlari, ya'ni mahrajlari to'g'ri qiroat qila oladigan qizlarimiz, talabalarimiz bo'lsa, qiroatinglarni bizga tashlasanglar, biz tekshirib, inshaalloh agar qoniqarli bo'lsa, mana shu hifz, ikkinchi bosqich hifz guruhlarimizga ham qabullarimiz ochiq. Agarda sizda mana shunday muammolar bo'lsa, ya'ni tajvidlaringizda, mahrajlaringiz, harf mahrajlaringizda xatolar bo'lsa yoki qiroatingizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa, zudlik bilan mana shu adminlarimizga yozsanglar, sizlarni mana shu Qur'onni mukammallashtirish 3 oylik kursimizga yozib qo'yishadi. Bu kursimizda sizlardagi ana shu harfiylardagi xatolarni to'g'rilab beramiz. Tajvid ilmini mukammal amaliy va nazariy mukammal o'rgatib, kursimiz so'ngida go'zal qiroatinglarni chiqarib beramiz inshaalloh. Mana shu kimki ikki pora yodlagan bo'lsa va qiroatida, mahrajlarida xatolari bo'lmasa, qiroatinglarni yuborsanglar bo'ladi, hifz guruhlarimiz uchun, ikkinchi bosqich uchun. Inshaalloh bugungi suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Qabullarimiz ochiq. Qabullarimiz tugamasdan tezroq yozilishinglarni, kurslarimizga yozilib olishinglarni maslahat beraman va darslarimiz tez kunda boshlanadi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanagi darslarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.